majni bodamni ko'pchilik nomini aytyapti, sizlarga ko'rsatib o'tgan yo'q. Bugun xudo xolasa mana bu majni bodamini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana holatlarini qaranglar. Eng yirik ham yupqa po'cha bo'ladigan bodam shu bodam bo'ladi. Mana bu majni bodami. Mevani qarang olganini mana. Bu yil ko'chatimiz, daraxtimiz xudo xolasa 3 yoshga to'ldi. 3 yoshda xudo xolasa 2 kilo hosili bor. Bu bozorda 120 ming so'm sotildi o'tgan yili. Endi bu yil ham nasib bo'lsa dadroq sotish niyat bor. Mana holatini qarang. Eng yupqa po'cha, qo'lda ham po'st ko'rinib turadi buni. Qo'lda ham chaqilaveradi mana. Necha kilo meva bor deb o'ylaysizlar mana shu tutni o'zida, xudo xolasa 2 kilo mo'ljallayapmiz kamida. 200 ming so'm daromadi bor. Bu suvsiz joylarga asosan yaxshi bo'laveradi. Bemalol eksanglar, suvsizlikka chidamlik. Endi bu tupni ham ko'rsatayman mana. Hamma tup shunaqa qolgan, hali bir tup olib, bir tup olmay qo'ymagan mana. Mevani qarang. O'ta ham go'zal holatda. Ko'chatlari bor do'stlar, ko'chatlarni ko'paytirganmiz, soni oz miqdorda. Bemalol aloqaga chiqinglar, biz O'zbekiston bo'ylab jo'natib beramiz. Adir joylarda, qirli joylarda yerlaring bo'lsa, ekishni tavsiya qilaman. Hozirda o'zida mana yut qutidan katta bo'lib turibdi. Hozirda o'zida bu hali yana katta bo'ladi. Pishish vaqti hali bor. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sog' bo'linglar, bizga kuzatishda davom etinglar.